Holatda o'zingizlar ko'rdinglar, ko'pchilik shu holatdan aziyat chekyapti. Bitta narsani iltimos qilmoqchiman men. Agarda shu piyodani o'tkazib olish uchun sekinlashsanglar yoki to'xtasanglar, shu avarenkani yoqinglar. Agar malol kelmasa, iloji bo'lsa, to'g'ri majbur emassizlar. Yoqsanglar, qolganlar yana ham e'tibor qaratyapti-da. Va shu o'rinda yo'l harakati qoidalarini 110-band yozib qo'yapti. Tartibga solinmagan piyoda o'tirgan joyga yaqinlashyapsizlarmi? Agar uni oldida bir transport bo'lsa, sekinlashsa yoki to'xtasa, shuni oldida piyoda va piyodalar yo'qligiga ishonch hosil qilib, keyin harakatlaninglar deyapti. Shubhalaning, nimaga to'xtab turibdi bu? Magazinga to'xtagan, piyoda uchun to'xtaganmi? O'zi odam shu to'xtaganmi? Sizlar bilmayapsiz, sekinlashinglar. Piyoda bo'lsa to'xtaydi, bo'lmasa ko'p joylarda kameralar qo'yilgan, jarimaga tushib qolish sabab bo'ladi bu holatdan. Tushundinglar? Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingiz chiqmasin.